Mana bu tosh suvoqni ko'rib bir baho berib ketasizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa bir donadan laykni gumillatib qo'yasizlar. Biz mana bu joyga tunuka fonni o'lchagani kelgandik, dogovor qilgani. Bu akalarning ishi nihoyatda zo'r bo'libdi. Mana bu joyni fasadini bitkizgandan keyin tunuka fonni qilinsa nihoyatda tekis, nihoyatda zo'r chiqadi. Akalarning ishi ham tekis ekan, hozir narxlari bilan bir sizlar bilan bo'lishamiz degan umidda bir video syomka qildik. Aka buni kvadrati necha bo'ladi shunda? 120 ming aka. 120 Simon oladi. Nimasini? Simon bilan, oddiy Simon bilan peshog'ini oladi. Bo'ldi. Xullas orqadagi Chornovoyni Chornovoyni shu oldikini olib beradi. Sementini. Sementini oladi. Ha bu yog'ichi? Bu yo'q o'zimizdan. Rekalari, rekasi ham. Lesasichi? Lesasini oladi. Yotoqchi, yotoq qanaqa bo'ladi? Yo'q, bitta. O'zingizlar qayerdasizlar aka? Qashqadaryo. Qashqadaryo. Vodiy bo'ylab o'raroq. Vodiy bo'ylab. Ay yaxshi aka. Mo gullarichi shu kvadrat ichida kirib ketadimi shunda? Yo'q, gullar addim. Bittasi qanaqa necha pul bo'ladi shunda? O 500 ming, 600 ming bo'ladi. 500 ming, 600 ming. 500 ming, 600. Misol har xil fasonni chiqaraverasizlar, a? Chiqaraveramiz. Keling. Kimgadir manfaatli bo'lsa bir donadan laykni gumillatib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa biz mana shu yerlarda tunuka fonlarini xudo xohlasa kelishyapmiz hozir. O'zimiz ham kumshoq toshsuvoq xizmoqchi edik. Shunga narxlarni bilan qiziqdik. Xudo xohlasa sizlarga manfaatli bo'lsa bir donadan laykni gumillatib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa nomerlarni pastga qo'yib qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.